Dada, bu uyumasmayapti-ku mani. Uylantirib, jo'ralarim uylangan. Nechaga kirding? 20ga. Bizlar arangga 35 ga kirib uylanganmiz. Hali senga vaqt bo'lku. Sen bu bo'yicha meni baxtimga to'g'anoq bilyapsanmi? Hozir seni men bir gazlayman. Ketdim men. Jo'rabek aka. Ha. Sami telpa bo'ku? Ha. Ana shu sizni xotiningizga qarab gap o'tyapti. Meni xotinimgami? Ha? Men shunga qilaman telpak to'g'ri. Sen meni xotinimga Kelib Hansani xotinga gap otasizmi? Uyga boray men, maydalab tashlayman. Mening qo'limcha endi mazang o'chiraman. Voy jo'ra, ularga qarasang bo'lmaydimi? Salqida o'lan buzib beraydi. O'ylangni nima buzadi? Dada, bitta gap aytsam ishonmaysiz. Ayamga qarab gap o'tyapti. O'laga keladi bop. Ashnacha gaplar aytib. Endi sen mana eshit. Samarqand sentridan Zuhal guruh domlari qurilibdi. Ana shu yerdan bitta uy olasan, qochib ketasan, qutulasan. Bu maydachani men juda yaxshi bilaman. Bundan bo'lsa qutula olmaysan. Mana qutulasan. Jumanazar loyihamiz Samarqand shahrining markazi vokzal hududida joylashgan. 12, 14, 16 qavatli ta'mirlangan holatda patkinish topshiramiz. Zo'r tomoni barcha qavat narxi bir xil. Va bu uyimizni olsangiz, olmasangiz ham bir xonali uy yutib olishingiz mumkin. Qanaqa? Sharti juda ham oddiy. 10-aprel kuni kechga 20:00 da manfaatli taqdimot qilyapman. Mana shu taqdimotga kirib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi va ertasi kuni 11-apreldan ofisimizga kelib, bir xonali xonadon yana qo'shimchasiga 3 milliardlik sovg'alardan birini egasi bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, boshlang'ich to'lov ham yo'qmi? Boshlang'ich to'lovsiz yana 60 oyga beryapmiz. Bo'lmasa menga ham bitta dom bering, mana shu kishini qo'shnisi bo'ladi. Hay, hech vaqt turmadim. Qo'ymagan unga ko'ra o'tibdi. Uy shu xo'jaxon. Juma akamning kissasiga bir pashka pul bor ekan. Islom akam oylik beribdilar. Yaddan bugun mashaq qilayapmiz-da. Bu daf'a Islom akam bilib qo'yib turib menga gapirdilar. Menga ishoning, Juma akani o'zini yo'g'iga o'zini qavramaydi. Shu yerda turib o'zi kelaman. Jumanazar aka, dunyoni tashvishlari bilan qazga kirib ketdim aka. Katta yordam qilsangiz. Qo'ydim, o'laga pulim bir tinchi, jonim bilan beraymiz. Mayli aka, sizni ham bezovta qildim, bo'pti. Jo'rabek aka. Tamam, hal qildim. Jumanazar akani kissasidan pul olib kelay. Hal qildingmi? Hayda. Ya dada, pul qara topding? Do'kondan topib oldim. Bugun meni hisobimdan maishat qilamiz. Pul bermay olib kelaman do'kondan, mayda-chuda. Yo'q, o'tgan safardagidan savun, shampun ko'tarib kelasiz. O'zim borib kelaman. Bu dada, sasitga ham olib ketdik-ku. Voy dana, changi tamiz. Juma aka, bu sasitka yo'q, shohona kolbasalari. Bu originali. Buni falshifkasi ham chiqib ketgan. Originalgini qanday bilsa bo'ladi? Mana bu yerda Andalus deb yozilgan. Ana shu original bo'ladi. Menga ber, men kesib kelay. Baqovga o'zim kesib kelaman. O'z bunga bersang, balki akam bilan kesib keladi. Uka, sen bu gamlar meni garang deyapsanmi? Akajon, hech qachon men kessak odamni garang demayman. Jittami bo'libsan? Qala bo'pti, ro'zmanglar. Ha, men ham ro'zi. Ye, dada. Av pul berib ketayapmi? Uy shu xo'jaxon. Juma akamning kissasiga bir pashka pul bor ekan. Islom akam oylik beribdilar. Yaddan bugun mashaq qilayapmiz-da. Bu daf'a Islom akam bilib qo'yib turib menga gapirdilar. Menga ishoning, Juma akani o'zini yo'g'iga o'zini qavramaydi. Shu yerda turib o'zi kelaman. Jumanazar aka, dunyoni tashvishlari bilan qazga kirib ketdim aka. Katta yordam qilsangiz. Qo'ydim, o'laga pulim bir tinchi, jonim bilan beraymiz. Mayli aka, sizni ham bezovta qildim, bo'pti. Jo'rabek aka. Tamam, hal qildim. Jumanazar akani kissasidan pul olib kelay. Hal qildingmi? Hayda. Ya dada, pul qara topding? Do'kondan topib oldim. Bugun meni hisobimdan maishat qilamiz. Pul bermay olib kelaman do'kondan, mayda-chuda. Yo'q, o'tgan safardagidan savun, shampun ko'tarib kelasiz. O'zim borib kelaman. Bu dada, sasitga ham olib ketdik-ku. Voy dana, changi tamiz. Juma aka, bu sasitka yo'q, shohona kolbasalari. Bu originali. Buni falshifkasi ham chiqib ketgan.
Originalligini qanday bilsa bo'ladi? Mana bu yerda Andalus deb yozilgan. Yo'q. Ana shu original bo'ladi. Menga ber, men kesib kelay. Bakovga o'zim kesib kelaman. O'zi bunga bersang balgarkam ham kesib keladi. Ey uka, sen bu gamlar meni garang deyapsanmi? Akajon, charchon men kessak odamni garang demayman. Ey, jittama bo'lib o'tdim. Qala bo'pti, ro'zmangda. Ha, men ham ro'zi. Ye, dala. Av pul meni kechakmi? Dada, bu uyushmayapti-ku meni. Uylantirib, jo'ralarim uylangan. Nechaga kirding? 20 ga. Bitta darangga 35 ga kirib uylanganmiz. Hali senga vaqt yo'q-ku. Sen bu bo'yicha meni baxtimga to'g'anoq bilapsanmi? Hozir seni men bir gazlayman. Ketdim men. Ey Jo'rabek aka. Ha. He, seni telpa boku. Ha. Ana shu sizni xotiningizga qarab gap o'tyapti. Meni xotinim yomon. Ha? Men shunga qilaman telpak to'zdi. Sen meni xotinimga gapiryapsan. Kelib Hansani xotinga gap otasizmi? Uyga boraymi? Maydalab tashlayman. Ularning qulumcha, endi mazang o'chiraman. Voy jo'ra, ularga qarasang bo'lmaydimi? Sarxuda o'lan buzib beraydi. O'ylangni nima buzadi? Dada, bitta gap aytsam ishonmaysiz. Ayamga qarab gap o'tyapti. O'laga qiladi bop. Ashnacha gaplar aytma. Endi sen mana eshit. Samarqand sentridan Zuhal guruh domlari qurilibdi. Ana shu yerdan bitta uy olasan, qochib ketasan, qutulasan. Bu maydachani men juda yaxshi bilaman. Bundan bo'lsa qutula olmaysan. Mana qutulasan. Jumanazar loyihamiz Samarqand shaharining markazi vokzal hududida joylashgan. 12, 14, 16 qavatli ta'mirlangan holatda patkunish topshiramiz. Zo'r tomoni barcha qavat narxi bir xil. Va bu uyimizni olsangiz, olmasangiz ham bir xonali uy yutib olishingiz mumkin. Qanday qilib? Sharti juda ham oddiy. 10-aprel kuni kechga 20:00 da manfaatli taqdimot qilyapman. Mana shu taqdimotda kirib to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi va ertasi kuni 11-apreldan ofisimizga kelib, bir xonali xonadon yana qo'shimchasiga 3 milliardlik sovg'alardan birini egasi bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, boshlang'ich to'lov ham yo'qmi? Boshlang'ich to'lovsiz yana 60 oyga beryapmiz. Bo'lmasa menga ham bitta dom bering, mana shu kishini qo'shnisi bo'lar. Hay, inaningni. Kechvaptiman. Qo'ymagan unga ko'ra o'g'itdi. Voy dada, men maktabga bormayman, jo'ralarim maydacha ginomcha deb ahmoq qilyapti. Lekin opcha ketdik maktabga. Men bormayman maktabga, o'zlaring boraveringlar, meni chaqirma. Nimaga bormaysan? Hammalaring ahmoq qilyaptilar-ku ginomcha deb. Ha, ginomcha deydi. Nima burunjoying kamayib qoldi-ba? Sen meni ginomcha dedingmi? Qarab tur, bir kun kelib seni gazdingni beraman. Burgacha, ko'payam o'z oyog'imdagi mayni yesib beraman, tushundingmi? Belli jo'ra yurib. Kattami deymi? Babu nech bo'lay? Sinfdoshimmi? Onang nimadir, meni ginomcha devdi. Do'kon meniki deb bir tushiraman og'iz. Sinfdosh qandoqsan, zo'rmisan? Ana ginomcha zo'rba? Yaxshi. Belagar bo'libsan. Ana shu ko'rib turgan magazining meniki. Bundan yana 3 ta bor. Yo'q, Ha, o'zing nima qilyapsan? Ana kim sasigan ekan, yangi narsa qo'lay deb keldim-da. Yur, men senga do'konimni ko'rsataman. Mana bu ko'rib turgan Detiski do'kon Samarqand bo'yicha eng katta va eng arzon hisoblanadi. Mana bu ko'rib turgan qator chaqaloqchalar uchun 0 dan 2 yoshgacha. O'zi sen nima ishlar qilyapsan? Dera, shu mol boqayapman, o'ntidagi navosim bor o'g'ilga. Hali ham mol boqapsanmi? Dera, meni ham sherik qilsang ishingga, qachongacha sasib beraman mol boqib. Puling bormi? Qo'ylarni navoslar solsa 10 ming dollar bo'lib qolar. Qo'lga tushaykansan-ku, ginomcha deganingni binningdan sug'ura olaman. Bo'lla jo'ra, o'sha 10 mingni ittalab olib kelin, birga ishlayveramiz 50 ga 50. Mendan senga paddishga. Yur baqqa. Chiroyli qizchalarga mana bunaqa dvoykachalarimiz ham bor. Mana jo'ra, do'konni ham ko'rdi. Bo'pti bo'lmasa jo'ra, ittalab pul olib kelasan-da darvaqroq. Bo'ldi jo'ra, shu bugun mol sotaman, ittalab olib kelaman pulni, bo'ladimi? Mayli. Dera, mana olib keldim. Nima kech qol yuribsan? Adresni chiqib ketdi-da. Taksiga minasan, Ruydagi ko'chasi, Saodat restoranining ro'parasiga.
Davay, oyda oxiriga kelaman. Do'konni senga topshirdim. Bo'pti. Aleni gapini zo'rmaydi bag'i. Ey bola, bundan keyin men boshliq, tushundingmi? Sizga chizigimdan chiqsam mardan ko'chiraman. Bor ko'p olib kel. Yo'q, Voy! Bularni bir halakku! Ginomcha demang bizni. Mayna qilamiz sizni. Voy dada, men maktabga bormayman, jo'ralarim. Maydacha ginomcha deb ahmoq qilyapti. Sen ginomcha ketding maktabga? Men bormayman maktabga, o'zlaring boraveringlar, meni chaqirma. Nimaga bormaysan? Hammalaring ahmoq qilyaptilar-ku ginomcha deb. Ha, ginomcha deydi. Nima burunjing kamayib qoldi ba? Sen meni ginomcha dedingmi? Qarab tur, bir kun kelib seni gazdingni beraman. Ve burgacha ko'p o'ynam, o'z oyog'imdagi mayna yesib beraman, tushundingmi? Belli jo'ra yurib. Kattami deymi? Babu nechi bo'lay? Ye, sinfdoshimmi? Onang nimadir, meni ginomcha devdi. Do'kon meniki deb bir tushiraman og'iz. Sinfdosh qandoqsan, zo'rmisan? Ana ginomcha zo'rba? Yaxshi. Belagar bo'libsan. Mana shu ko'rib turgan magazining meniki. Bundan yana 3 ta bor. Yo'q, Ha, o'zing nima qilyapsan? Ana kim sasigan ekan, yangi narsa qo'lay deb keldim-da. Yur, men senga do'konimni ko'rsataman. Mana bu ko'rib turgan Detiski do'kon Samarqand bo'yicha eng katta va eng arzon hisoblanadi. Mana bu ko'rib turgan qator chaqaloqchalar uchun 0 dan 2 yoshgacha. O'zi sen nima ishlar qilyapsan? Dera shu mol boqyapman, o'ntidagi navosim bor o'g'ilga. Hali ham mol boqyapsan. Dera, meni ham sheriksan ishingga. Qachongacha sasib beraman mol boqib. Puling bormi? Qo'ylarni navoslar solsa 10 ming dollar bo'lib qolar. Qo'lga tushar ekansan-ku, ginomcha deganingni binningdan sug'ura olaman. Bo'lla jura, o'sha 10 mingni ikkita-ikkalab olib kelin, ikkovi birga ishlayveramiz 50 ga 50. Mendan senga paddeshga. Yur baqqa. Chiroyli qizchalarga mana bunaqa dvoykachalarimiz ham bor. Mana jura, do'konni ham ko'rdim. Bo'pti bo'lmasa jura, ikkita-ikkalab pul olib kelasan-da darvaqroq. Bo'ldi jura, shu bugun mol sotaman, ertalab olib kelaman pulni, bo'ladimi? Mayli. Mayli. Dera mana olib keldim. Nima kech qol yuribsan? Adil seleksiya chiqib ketdi-da. Taksiga minasan, Ruydagi ko'chasi Saodat restoranining ro'parasiga. Davay, oyda oxiriga kelaman. Do'konni senga topshirdim. Bo'pti. Aleni gapini zo'rmaydi bag'i. Ey bola, bundan keyin men boshliq, tushundingmi? Sizga chizigimdan chiqsam mardan ko'chiraman. Bor ko'p olib kel. Yo'q, Voy! Bularni bir halakku! Ginomcha demang bizni. Mayna qilamiz sizni.